Pokistondan bir kun kelibdi-da, jiyan. Qo'yi qo'li bo'ladi bular. Mana bunisi mana payli, shirali joylari mana. Mana. Mol go'shi bu. Mana bunisi shapoli joylari mana. Zo'r joyi bu ham. Oshlicha shirali chiqadi. O'zi oshchi go'shi eng zo'r pishadigan go'shtlardan bo'ladi. Mazasi hech qachon boshqa narsaga yetmaydi, go'shtga yetmaydi. Mana oshda pishirilgan go'sht, men demoqchi bo'tganim, oshda pishirilgan go'shtning mazasi boshqa ovqatlarnikidek pishmaydi. Lekin eng zo'ri shu faqat shu oshda pishgan go'sht mazasi ham boshqacha bo'ladi. Shuning uchun biz mana shunaqa mamlaqa payli, shirali joylardan ko'p so'ramiz. Keyin mana bunaqa shapolarimiz bo'ladi, mana bunaqa shapolar bo'ladi. To'shli joy bu. Bu to'sh. Keyin mana bunaqa tizzasi, molli tizzasi, chashka deydi, chashka. Bu ham zo'r joylari lekin, rosa zo'r pishadi oshda. Keyin mana bunaqa shapolarimiz bor. Mana bu lenta deydimi, mana shunaqa, mana yana chashkalar bor. Qo'y lentalari bor mana. Dumba solamiz, dumba yog'larini eritganmiz, ish qilib. Hammasi xudo xolasa juda chiroyli, rosa tobida bo'lar. Bismillahirrohmanirrohim. Ana ozgina jizg'ana qilsa, mazasi ham chiqadi, o'zi ham juda chiroyli bo'lib turadi. Qizg'ishroq bo'lib. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Shunda bo'linganingda yoyilib ketadigan bo'ladi-da. Yarim oy shaklida deydimi? Mana. Bitta piyozni o'rtasidan bo'lamiz-da. Keyin shunda to'g'risi mana shunaqa dona-dona bo'lib chiroyli chiqadi. Yoyilib chiqadi shunda tashaganingda. Mana o'shanda qizarishi ham osonroq bo'ladi. Nimaga bu ko'rinishda deganini bizni ozgina ivitib keyin yaxlatib qo'yamiz, morozinkaga solib. O'shanda xudo xolasa yaxshi pishyapti. Mana bu savzilarimiz. Hammasi savzilarimizni no rangiga qarasang, bu savzi mushiy savzi mana, rangi qizg'ishga tortgan savzilar mana. Mana konku savzini mazasi boshqacha bo'ladi. Bu savzi shiraliroq bo'ladi. Eng zo'r savzi mushiy savzilardan olib keltiramiz biz. Spesialni bizga to'g'ri beradilar. Bog'ni qilgan ekansan atidan gulga makon, tokinim astaslab o'tsa shamoling.
o'tsa shamoling Kamal, 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 Kamal. Bog'ni qilgan ekansan atidan gulga makon, tokinim asta-silab o'tsa shamoling Kamal, Kamal. Kam, kam, kam. Kam, kam, kam. Guruchimiz mana parlan bo'ldi. Bismillah. Mana bunaqa shirali joylarini mana tepaga chiqamiz уже. Ular parlanib, suvlarini tortib bo'lganda Nur Muhammad mana bunaqa joylarni sekin tepaga ko'tar suv. Qolgan guruchlarga ham mazasi o'tadi. Mana shunaqa qilib sekin ajratib olamiz, xudo xolisa aylantirib. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rding, rosa parlandi mana. Allah'ın şurasını alayım, bereketini bulalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım hoşlarımız şurada bir bereket geçsin. Ya adam bir kuvvet versin. Kuvvetini Allah'ım yaxshi ibodatga quvvat bersin, yaxshiligiga quvvat bersin. Shurani ajri savobini bizga ham bersin Allohim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mana o'sha ertalabki guruchlarimizni mana shunaqa pishdi mana. Nahot magizgacha. Bismillahirrohmanirrohim.
mana shu hayli shirali joylar hisoblanadi. Zo'r joylari mana bu yer. Ertalab tushib kesgan go'shtlarimiz bor. Mana boyagi dumbalar mana. Muhammad mana. Zo'r joylar. Mana yaxlagan noxatlarimiz mana. Mahliyo yetti tamam altab cemalin cemaati Hakikaten havuzu gülme diren tokçakta Qo'y go'shti, mol go'shti aralashtirib so'mimizga shirali joylardan. Yetti ay buldum demedi Mazali. Sen takıdan günge mekan Fakirin Mana boyagi esnesler shapoli. cemalin cemaati Qo'g'irg'alan usti shapoli joy. Bağını kılgen gigen sen hadden gülge mekan Fakinin hastasılap ötse şemalin O'lkalar shirali joylar. Nodilloh sizlarni kutib qoladi. Pishirish jarayonlarini ko'rdinglar. Mana xudo xolasa el yurtga, xudo xolasa manzur bo'ladigan qilib, chiroyli qilib qonimizni kesinglar bo'ldi. Qani joninglar sog' bo'lsin, har doim omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Nodilloh sizlarni kutib qoladi.